Mana shu 5-yili bo'lgan ishlardan Banu Lihyon g'azoti. G'azot bilan sariyani farqiga takrorlab qo'yamiz. Payg'ambarimiz qatnashgan jang g'azot deyiladi. Payg'ambarimiz o'zi qatnashmasdan sahobalarni yuborgan jang sariya deyiladi. Banu Lihyon qabilasini Handaq aloqasi yo'q edi. Lekin bularni avvalgi bo'lgan bir ishga aloqasi bor edi. Bu Ma'ur Roji fojiasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan 6 kishini ular yolg'on va'dalarni berib olib chiqib ketib qatl qilgan edi. Mana shu Banu Lihyon mana shu ishda qatnashgan edi. Bularni ta'zirini berishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 200 kishini to'pladi va o'zi bosh mana shu g'azotga chiqdi. Payg'ambarimiz 200 kishisi bilan 200 mil masofa bosib borishdi. Banu Lihyon Makka ga yaqin bo'lgan joyda yashashar edi. Payg'ambarimiz janubdagi qabilaga chiqar ekan, janubga yurmasdan shimolga yurdi. Toki shimolga 40 milga yaqin masofa yurgandan keyin odamlar musulmonlar shimolga qarab ketyapti degan gap tarqagandan keyin payg'ambarimiz burdida qo'shinini janubga qaytarib olib keldi. Lekin Banu Lihyon nihoyatda bir xushyor bo'lganligidan, qattiq qo'rquvda bo'lganligidan ularga bu hiyla musulmonlarga foyda bermadi. Ular kelguncha ular bu narsadan xabar topgan edi. Doimiy suratda otlarni kuzatib turishar edi. Musulmonlar yetib kelguncha qochib ketishdi. Payg'ambarimiz Banu Lihyon yerida 2 kun turdi. So'ngra mana shu joydan mana Makka ga yaqin joyga kelishdi musulmonlar birinchi marta. Mana shu 5 yil ichida birinchi marta Makka ga yaqin joyga kelishdi. Usofon degan vodiyga joylashdi musulmonlar. Mana shu vodiydan turib payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni 10 kishiga boshliq qilib Makka hududiga borib kirishligini buyurdi. Abu Bakr Siddiq Makka hududiga kirib bordi va ortiga qaytib ketdi. So'ngra payg'ambarimiz ortiga qaytishlikka buyurdi. Yo'lda qaytishda payg'ambarimiz mana shu Ma'ur-Roji fojiasida shahid bo'lgan sahobalarni qabrini oldida to'xtab, ularning haqlariga duolar qildi. So'ng qo'shin yana Madinaga qarab jildi. Yo'lda payg'ambarimiz qo'shinni to'xtashga buyurdi.